Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men ismim Otabek Shahriddinov, United Building kompaniyasi asoschisi va bosh direktoriman va bugun bizning mehmonimiz energiya samaradorlik bo'yicha ekspert Sobir aka Shermuhammad. Energiya samaradorlik bo'yicha bizga nima maslahat bera olasiz va xalqimizga bu qanchalik kerak? Energiya samaradorlik endi har bir inson o'zini uy qurgandan keyin asosan undan maqsad uyi ichida iloji boricha komfort sharoit yaratish. Ota-bobolarimizdan qolgan gap bor. Ignadek teshikdan tuyadek sovuq kirib keladi degan naql bor. Bu bejiz yetilmagan. Ya'ni o'sha termodinamika qonun qoidasiga ko'ra energiyasi ko'p jismdan energiyasi kam jismga qarab harakatlanadi. Va shunday ekan issiq havo to'plangan joy sovuq havo to'plangan joyga qarab harakatlanishga va o'sha yerda muvozanatga erishishga harakat qiladi. Ana shu narsa har doim bizga kerak emas. Ya'ni biz uni o'rnida o'sha to'siq paydo qilishimiz kerak. Hozirgi mana Germaniya misolini oladigan bo'lsak, Euro NZIP degan sistema bor. Hozirgacha Yevropada bu narsa qo'llaniladi. Bu uyning energiya iste'moli taxminan 0 darajada degan. Ana shu narsadan kelib qaraydigan bo'lsak, ya'ni birlamchi energiya manbalari, tashqi gaz, elektr energiyasi va boshqa energiya manbalaridan foydalanishda deyarli ehtiyoj qolmaydi.